Foyda qilamiz kanalning qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda 3 xildan ortiq professional KFC apparatlarini hozir noldan obzor qilamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib esdan chiqmasin. Maksimal shu sohadagi o'rtoqlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Video boshlashdan oldin manzilimizni aytib qo'yadigan bo'lsak, Pulchi bozorida Kelovich Center Vasitabonida magazin emas, O'zbek Xitoy savdo uyi. Bemalol passiv bilan qoldirib, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Skita narxlarda qilib qo'yamiz. Xo'p, birinchi bo'lib shu ko'chada turgan KFC apparatimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu apparat 380 da ishlaydi. Ichlari 30 litrdan bo'ladi. Setkalari 5 kilogacha bemalol ko'taraveradi. KFC nuggets free, shunga o'xshagan mahsulotlar bemalol pishirsalar bo'laveradi. 380 da ishlaydi. Soqozga 12,5 kW rasxod qoladi. Mexanizmlarini ko'rib turibsiz, o'zining вообще kачествоsi zo'r kelgan, xudo xolasa. Orqalarida mana narsalarni yozib qo'ygan. Nimalarni javob ishlash hamma yo'llarni ko'rsatib qo'ygan. Bemalol passiv bilan chiqib aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Bir donalarga narxiga keladigan bo'lsak, $1400 sotilgan KFC apparatimiz hozirgi kunda skidkada $1200 qilib qo'ydik. Passiv bilan qolgan aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, navbatdagisi keladigan bo'lsak, navbatdagisi ham xuddi shuni mexanizmlisi hisoblanadi. Mexanizmlisi deganim sababi oldisida bu elektritskiy boshqariladi. O'shuni hisobiga jicha xamadro chiqadi. Bu ham o'shuna xuddi ko'chada 30 litr 5 kilo ko'taradi. Setkasi 380 ishlaydi. Bu ham soatiga 12,5 kW rasxod qiladi. Narxini $1300 qilib qo'ydik. Xudo xolasa kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Bemalol butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Mishalga shunga o'xshash mahsulotlarimiz ham bor. Xo'p, navbatdagisi naryoqda joylashgan 50 litrli hisoblanadi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, kачествосini chista professional KFC deb beradi. Xuddi shu, mana jicha kattaroq, mana ochilishlarini ko'ringlar bittani. Shuna ko'rinishda ochiladi mana. 50 litr bo'ladi, 380 ishlaydi. Bu ham soatiga 16,5 shunga o'xshash 17 kW rasxod qiladi. Mana hozir ochib sizlarga ko'rsatib beraman ichini ham. Tushdi va ko'taramiz. Bismillah. Mana ko'rinishlari, ichlari 50 litr bo'ladi. Ochiq holatdagi ko'rinishi 17 gradusdan ko'rsatib turadi. Mana 380 ishlaydi, 15 kW rasxod qiladi. Mexanizmlari bu metdan boshlanadi va вообще мощныйsi bu, вообще qo'rqitadigan. Xudo xolasa bu narxni $1400 qilib qo'ydik. Kimga shu va nariga tashqaridagi KFC apparatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasiz. Bemalol O'zbekistonda dastlabki xizmatlarimiz bor. Shu oy va nariga oy xudo xolasa KFC apparatlarimiz skidka narxlarda qilib qo'ydik. Ulgurib qolinglar, xudo xolasa bergan pullaringizni achinmaysizlar. Boshqa apparatlar kerak bo'lsa ham bemalol qilib beraveramiz. Xo'p, bu narsalarimiz dastavkalar ham bor. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.